12-may 2025-yil bo'lib qoldi. Mana endi Gurkanchga borib, Gurkanchdan syomkani olib, xudo xohlasa 20 kunlardan keyin video syomka qilib chiqaramiz. Omon bo'linglar, ko'rishguncha. Hammaga assalomu alaykum. Arepov TV, Tuyintoq TV kanallarini kuzatib yurgan yurtdoshlarimiz, kanallarimiz kuzatuvchilari omonmisizlar? Mana xudo xohlasa bugun Safidaraga yetib keldim. Mana tog'ning ustilarida qor bor ekan. O'tlar endi yaxshi ko'klab jo'nabdi, jon kamroq o'tiribdi bu yil. Tog'da balandliklarda qor bor ekan, endi bu yerga chiqib boryapman xudo xohlasa. Reja baza. Mana shu darajaga kelibdi o'tlar. Mana archali deb archaning yo'li mana o Safidalarning archali. Shu archani aytadi. Mana endi ijodni ham nasib bo'lsa boshlaymiz. Tuyintoq TV Arepov TJ bilan birgalikda amakim ikkovimiz olg'a. Subakanın koyucu attı şu yerda. Şu yerda damal yapkan ekan endi. Behlarim jol o'tkincha. Vaqtinchalik yotibdi. Yana bir soatlardan keyin yo'lga tushadi. Muzluq mana keyin yana shu muzluq tog'ning oldida hali qorlar turibdi. Bu yil qor kamda. Zaka damaladi, qo'y boqadi shu yerda. Qo'ylar shu yerda boqadigan joy mana shu yer. Abdulla Zakan joyi bu Podaning joyi ekan. Podaning joyida qorlar turibdi, pazroqda kam qolgan. Otlar mana shu darajaga yetdi. O'tgan yil farqi bir oylar 20 kunlar farq qilyapti. Ob-havo o'tgan yil salqin, bu yil issiqroq. Shuning uchun erta ochilgan muzliqning balandlarida 20 kun bir oy keyingi qor mana hozir turibdi. Hozirgi paytga hisoblasa bundan ko'proq qor bo'lishi kerak ekan. 12-may hozir yo'lda endi boryapman. Bu esa muzluq degan tovush. Muzluq.
qor qo'nardi, yolg'iz qor kam qoldi. Bu bir safet deb mana bu suvda o'tadi. O'sha hamma qorning suvi yenab, mana shunga keladi tog'ini. Ko'ktuba joylovga o'tadi bu yog'i keyin. Uni katta dora, ichida katta dora bor, shunday ketgan. Bundan keyin ana shu Ko'ktuba deb ana shu tubaning to'g'risiga borsak, jaylovimizning to'g'risiga boramiz. Men hozir Chog'ilda Gurkanch Chog'ilda boryapman. Hozir ismini olmash qoldi, sherigim qaytish kerak. Mana shu jaylovlar. Jaylovdan mana shu qirralik oxiridagi ustida qori bor qirraliq. Ana shu bizning joylovimizning bir uchi. Shu qirraliqdan bu yoqqa qarab o'tlaydi. Bu yoqdan shu yoqqa qarab taylab o'tlaydi. Bu yer bo'lsa Abdulaziz akaning joyida turibman men hozir. Yana qirraliq bu. Qirraliq ingan mana shu tubadan qiraya qorli bo'lib turgan soyning ichidagi shundayga diqqan bo'lganim qo'y. Bo'lgan hozir Rashtaka olgan, Rashtaka olmashgan joyi Rashtaka bo'lyapti. Shundayga Rashtakaning cho'poni kelyapti. Kimdir cho'pon kelyapti. Barışım gerek. Ismini boshqa olib ketayman. Assalomu alaykum. Qorlar erib abiddan keyin sular qip-qizilib oqadi. Qor aylantiryapti, xudo berib jon qolamagan. Pul Gagarni Shuhrat akaning joyi bu yer. Shuhrat akaning qo'y o'tlaydi, Chog'ili shu yer, shu archalardan qirg'in oriyog'i. Sayfulla akaning Sayfulla akani ko'pchiliklar tanisa ham kerak. Shamda rohat choyxonasi egasi, rohat choyxonasi bor. Sayfullaga shuyoq. Shuyoq bo'lsa Rashtakaning joyi bilan qirg'iliq, qirg'iliqlari bilan joyi farq qiladi. Shular suv shu qirg'iliqdan noriyog'i bir yog'i shu Shuhrat akani
qarshi kiygan rashtaga shu yurganchga qarab yurib ketyapmiz. Ey mana tuba bu ko'k tuba. Shu hozir pastga ancha yenib keldik. Ko'k tubada qor bo'lar edi, qor yo'q. Ana shu tabiat juda ham chiroyli. Shu yerga qiziqaman har doim. Syomka qilaman shu yerda har doim mana shunday bitta bahor kim kek tabiat bo'ladi. Haqiqiy bahor mana shu yerda. Archalari ham o'z joyida, o'rnida joylashganday jangal emas. Qonaqlaydigan joy emas. Har bir narsani o'z o'rniga o'rnatilgandek. Atayin shuni joylashtirib qo'ygandek tabiat bo'ldi. Bu yerga kelib mayapkani damda olib tinch qana birov telefon ham qilmaydi. TikTokda ham, YouTube'da ham, WhatsApp biron narsani xohlasa ham telefon ham qila olmaydi, telefoniga bironta tusha olmaydi ham. Kallani sveji qilib damda olib ketadigan akalarimizning joyi bu yer. Tabiatni qarang. Biz endi cho'ponlar kelib bir tomosha qilib qo'yib olib ketamiz. Bizning kallamiz ham unday bir yerda sveji bo'la olmaydi. Har kuni qo'yning shavqini qo'yda qaytarish kerak, boqish kerak. Mehnati. Qay mehnat har joyda ham bor, lekin bu tabiatga kelib bir dam olib ketish kerak akalar. Shunchaki bir kartinka. Yana narlarga borib yana bir syomka qilaman. Chiroyli joylar juda ham ko'p. Qorlar eriyapti. Mana shu yerda qor ko'p ekan. Shunday. Qor ham matamat. Qorda shidib ketyapmiz. Qorlar boshqa joylarda bor, soylarda. Mana bahor, mana tabiat. Bu tabiatni eng asosan qo'ylar maza qiladi bu tabiatni. Biz tomosha qilib maza qilsak, qo'ylar jib maza qiladi-da. Ishtaman bu. Ham chiroyiga qarab, ham o'tning shirinligini terib jiydi. Maza qiladi. Biz tomosha qilib maza qilamiz. Havo toza. Mashina yo'q. Qor buzilib. Mana qarang tabiat.
Kechalar ham qo'yib qo'ygandayda. Talab shunday qo'yib chiqqanday bo'lib turibdi. Qarang, yana bitta narsa. Muzliq qorni qarang, ha? Bu yerda hali o't yo'q. Bilinib turibdi. Lekin qish bu yerda hali. Yanvar oylariga to'g'ri keladigan bo'lib turibdi shu yerda mana qorda. Hisobga qarasangiz, yanvar oyidagi qish hozir shu yerda davom etyapti. Mana shu qorda, muzliqda. Mana o't yo'q. Hali sovuq vaqt. Bu yerdan hali beri qo'yib o'talmaydi. Lekin buni tabiat, bu bahorda. Qarangda. Tabiat qanday chiroyli bo'lib turibdi. Bu yer bahor, bu yoq qish. Xo'p, shu bahor mart oylariga to'g'ri keladi bu yer. Mart oylarining vaqti bu yer. Lekin qishloq bo'lsa 2025-yil bo'lib mayning 12-si bo'ldi-da. Tabiat bir xillari oldinda, ular juda ham kech bo'lib turibdi. Aynan mana shu joyga kelib dam oladigan odam juda ham zo'r dam oladi. Havo toza. Suv, qorning suvi og'ib turibdi yeri. Qorning suvi og'ib yaxday bo'lib turibdi hozir. Baribir chiroyli. Mana qayerga tomonga borsam hamma tomon chiroyli. Shuning uchun mazza qilib tomosha qilingizlar. Bu nima deysiz? Ko'nglingizga kelganni, dilingizdagini kommentariyaga yozib ketaveringizlar. Kommentariyaga ham o'qishga harakat qilamiz. Dunyoning shodligi bo'lsa-da butun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Mana shunday joylarga kelib, her dam olib hordiqni chiqarib ketganga nimalar yetsin. Mana Ko'ktubaning Ko'ktuba to'g'risiga keldim mana endi. Mana shu yerda qo'yim uzatar edi o'tgan yillar. Endi bunadan oshib o'tamiz. Shuni oshtiramiz. Borgan ekan qo'ydingiz. Qo'shniga ketibdi. Mana chiqir жаңа chiqib kelgan ekan. Endi chiqib kelyapti yangitdan. Qorning erishiga qarab chiqyapti mana boshqalari ham.
juda najiri bo'ladi. Pastdagi yo'ldan doradan yurmadimi? Balanddan o'ylanib o'tib kelyapman-da. Qorlar. Chikiri jigar akangizlar, tuzga botirib sizlarimiz. Juda najiri bu. Ular ham juda mo'yda. Kattalari huzzaklab ketgan. Qotib ketgan jishga qattiq. Oqchayirning palagi bu. Bu chukuri. Chukurni buni hamma juda ham yaxshi ko'rib chiydigan. O'simlik bilan juda ham zo'r.